Dunyodagi eng noodatiy sug'urta deganda hayolingizga nima keladi? Men sizga hozir shunaqa 5 tasini sanab beraman. Birinchisi bu do'stlik yoki hamkorlik sug'urtasi desak bo'ladi. Chunki mashhur Abbott va Costello juftligi o'zini do'stligini yoki hamkorligini sug'urta qildirib qo'ygan. Agar ikkalasi ajrashib ketadigan bo'lsa, yiliga $250,000 dan 5 yil davomida sug'urta tovoni qoplab berilishi kelishilgan. Ikkinchisi brilliant qo'l. Men buni o'zim shunaqa nomladim. Brilliant qo'l emas. Mashhur gitarist Keith Richards o'zining o'ng qo'lini $1,600,000 ga sug'urta qildirgan. Tasavvur qilyapsizmi? Ba'zi manbalarga qaraganda u o'rta barmog'im deyilgan. Uchinchisi oyoq sug'urtasi. $144 million ga Ronaldo o'zining oyoqlarini sug'urta qildirgan. To'rtinchisi yana ham g'alati mo'ylov sug'urtasi. Mashhur avstraliyalik kriketchi Meri Hughes o'zining mo'ylovini $360,000 ga sug'urta qildirgan. Bu degani uni mo'ylovi bitta Volkswagen bilan bir xil. Beshinchisi va eng g'alatisi bu til sug'urtasi. Gennaro Felicia o'zini tilini $14 million ga sug'urta qildirib qo'ygan. Kasb qiziq bo'layotgan bo'lsa kerak, bu o'zimizga ham tanish bo'lgan nom Costa Coffee'ni degustatori. Sug'urta xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, murojaat qilishingiz mumkin. Videoni esa yaqinlarga yuboramiz.